Qadrdonlar barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan men usta Shohruxbek. Sizlar usta Shohruxbek YouTube kanalini tomosha qilmoqdasizlar. Bizda yana bir yangi obyekt, yana bir xonadonimizni Tunuka-fon ishini Farg'ona viloyati Quvasoyda hozirgina tugatib, mana ko'rib turganinglardek leysalarni yuklab olib ketyapmiz. Leysalari ham ichida qilib beryapmiz do'stlar. Tunuka-fonni butun O'zbekiston bo'ylab bemalol murojaat qilaverasizlar. Bu xonadonimizni mana shu tashqari shapkasi, ichkari shapka va ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan darvoza xonasini Tunuka-fon qilib berdik. Bu xonadonimizga jami bo'lib Tunukani rasxodiga hisoblaganda 138 kvadratga yaqin tunuka ishlatdik qadrdonlar va Tunuka-fonimizdan tashqari mana bu kosmosdan 2 dona o'rnatib berdik. Bu kosmosimiz alohida hisoblandi. Bir donasini 2 million so'mdan o'rnatib berdik. Lampochkalari hamma yo'q ichida o'rnashi bilan birgalikda. Tunuka-fonini esa 1 kvadrat metrini barcha xarajati ichida 140 ming so'mdan qilib berdik. Shunda xonadon egasiga Tunuka-fon, kosmos, reyka samarezlisi, xullas mana shunaqa bitish holati xo'p $1800 ga bitdi qadrdonlar. Uzunligi 15 metr shapkamizni, eni 70 cm chiqqan. Darvozaxonamizni uzunligi 10,5 metrga, eni 425 cm chiqqan. Xullas, tashqari shapkamiz ham, ichkari shapkamiz ham bir xil ko'rinishda, uzunligi 15 metr, tagi 70 cm. Darvozaxonamiz 10,5 metrga, 425 cm. Undan tashqari mana bu yerda ko'rib turganinglardek regelimiz bor edi. Regelimizni ham mana shunaqa go'zal holatda bitkazib berdik qadrdonlar. Agar ishimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz va kommentariyaga ushbu ishimiz haqida o'z fikringizni yozib qoldirasiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, inshaalloh sizlarga biz mana shunaqa Tunuka-fondan qilgan ishlarimizni, video obzorlarini taqdim qilib boraveramiz. E'tiboringlar markazida har doimgidek usta Shohruxbek bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat hammaga.